Hop, 12-savol. AB tuzning gidrolanish jarayonida aralashmaga kislota qo'shsak, gidroliz susayadi. Demak, A metal, B kislota. Kislota qo'shsak gidroliz susayadi degani muhit kislotali. Demak, A'miz kuchsiz kislota, B'miz kuchli kislota bo'lgan. Demak, A bu kuchsiz metal, B kuchli kislota. Demak, Cd tuzning gidroliz jarayonida aralashmaga ishqor qo'shsak gidroliz susayadi. Demak, endi C hamda D modda berilgan. C modda kuchli metal, kuchli asos. D'miz kuchsiz kislota bo'lgan. Xo'p, demak, A'da tuzning gidrolizlanishi haqida qaysi fikr to'g'ri? Demak, A bilan D. A bilan D bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz metal va kuchsiz kislota. Demak, A hamda D. Kuchsiz plus kuchsiz bo'lyapti, qaytaryapman. Yana kuchsiz plus kuchsiz. Yozib olish kerak adashmaslik uchun. Demak, probirkaga lakmus qog'oz solsak, u ko'k rangga kiradi. Yo'q, u ko'k rangga kiradigani. Demak, qanday ko'ramiz? Demak, kaliy nitrat kuchliga kuchli bo'lyapti-da, neytral muhit hosil qilyapti. Alyuminiy nitrat bu kislotali muhit hosil qiladi. Natriy karbonat bu ishqoriy muhit hosil qiladi. Demak, neytral muhitda binafsha bo'lish kerak. Bizda ko'karadi deyapti, bir xato. Bir o'z-o'zidan xato bo'lsa, A javob, C javob chiqib ketdi. 2. Muhitga lakmus qog'ozini qo'ysak, u qizil rangga kiradi. Qizil rangda kislotali muhitda qizil rang. Bizda kuchsiz bo'lsa, muhit nima bo'ladi? Muhit neytral bo'ladi. pH 7 ga teng. Hop, endi 2 ham xato ekan. 2 ham chiqib ketadigan bo'lsa, qoladi o'zida javobni o'zi. Qani ko'ramiz. 5. Anion hamda kation bo'yicha gidrolizlanadi deyapti. To'g'ri. Kuchsiz bo'lsa, to'liq gidroliz uchraydi. Javob 5 ta o'zi bo'lar ekan. Demak, joniyor. Mana bu formulani yodlab olinglar. Demak, kanalimizda universal indikatorni rang o'zgartirishlari ham berilgan. Shularni ham yodlab qo'yishimiz kerak.